Xo'p, hozir yangi mahsulotimizni hozir qolipdan tushirish jarayonlari. Hozir mana olamiz bu yerdan. Ketdi mana. Biz ko'rsatib bo'lmaydigan narsalarni sizlarga ko'rsatyapmiz hozir. Tushirish jarayonlari qarashib oling. Bu cho'qirligi ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa variantda bo'ladi. Qirralari hamda paskalari o'zida bo'ladi. Chaqlab, ani ustiga отдельный ish bo'lmaydi bu. Tayyor bo'ladi. Burchaklari mana idealniy. Shuni qo'yasizlar, kafenniklarga qotirasizlar bo'ldi. Tayyor. Bu yerda keyin mana kichkina ekranlilari bor. Boyigina mana ingichkaroq varianti. Bu yerda mana ikkitaligi. Ikkita ekranli baravar. Bu yog'ini ko'rsanglar, yog' bilan ikki xil, chunki bir-biriga kiyilib ketadi. Qator bo'lib, shuni qo'yib qotirib ketsanglar bo'ldi. Pastga hamma narsasi o'zida bo'ladi, tayyor bo'ladi. Shuni olasizlar, yopishtirasizlar bo'ldi. Mabodo kerak bo'lsa, qoliplari yo'q, o'zi kerak bo'lsa, mana shu bilan aloqaga chiqaring.